ırkый kırgınçılıkны aniqlash uchun Sentyabrda Londonda Halkara Uygur Sot Kollegiyasi kuruldu. şu 48-yılda ırkый kırgınçılıkka karşı kanununun maddeleriga tayinib turib, buni isbot dalillar bilan o'tirib qo'yish. İkincisi siyosiy jihatda buni qabul qilish hozirgi Kanada, Amerikada bo'layotgandek. Buni butun g'arb davlatlaridami mushu siyosiy qarorni og'zish uchun tirishmoq lozim. Üçüncüsü en muhimi bo'lgan mahkama. Yani mustaqil bir mahkama bo'ladi. Bular bütün delillarga qarab, ondan keyin Xitoyning irqiy qirg'inchilik mushu siyosatni ilib berib borgan va bormaganligini bu yerda aniq bir shaklda o'tirib qo'ydi. Hamda ikkinchi bosqichda nima bo'ldi deganda, hamda yeni xalqaro qonunga qarab irqiy qirg'inchilik ilib borgan hokimiyatga jazo berish. Bu kuruluşta Dünya Uygur Kuruluşu'nun teşebbüsü, reis oltunaysa ve iltiması bilen kuruldu. Maddi pul yerden verişimiz gerek sot ötüş için hazırki hesaplıganda 400 mingdan artık dolar gerek. Bu cezanı beriş biraz kıyın.